Mana shu qabriston bizni Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Sobirjon qishlog'imizni qabristoni bo'ladi. Mana shu joyda har zamonda otamni, onamni qabrlarini ziyorat qilishga kelib turaman. Bugun keldim, mana shu joy obod bo'layotganligini ko'rib, rosa quvondim, xursand bo'ldim va mana shu to'rtlikni yozdim. Har qadamda ilm senga o'rgatsa, halol qanday, harom qanday ko'rsatsa, sinov kelsa sabrni ham o'rgatsa, otangdan ham yaxshirog'i bormikin, onangdan ham yaxshirog'i bormikin? Ana shunaqa gaplar. Qanday kasbda ishlashingizdan, qanday lavozimda bo'lishingizdan qat'iy nazar otangizni, onangizni duosini olishga harakat qilib qoling. Zero ular o'tib ketgandan keyin har qancha qabristonga kelib, har qancha duolar, Qur'on tilovatlar qilganingiz bilan na otangiz sizga gapirar ekan, na onangiz gapirar ekan. Shuning uchun borida ularni qadrlab qoling. Sog' bo'ling qadrdonim.